Qur'onda shunaqa kuchli duo borki, agar siz bu duoni o'qisangiz, osmondan yomg'ir yog'gandek rizqlaringiz yog'iladi. Hatto hech qanaqa sabablar bo'lmasa ham. Bu duo dengizni ikkiga yorgan Musa alayhisalomning duosi. Va bu duolarni aytganlardan keyin Alloh u kishiga soliha ayol, uy hamda 10 yilga ish beradi. Bu duo Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Robbim, sendan keladigan har qanaqa yaxshilikka men muhtojman. Duoni yodlab oling. Hayotingiz uchun kerakli bo'ladigan duolarni bizni sahifamizdan topasiz inshaalloh. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Qur'onda shunaqa kuchli duo borki, agar siz bu duoni o'qisangiz, osmondan yomg'ir yog'gandek rizqlaringiz yog'iladi. Hatto hech qanaqa sabablar bo'lmasa ham. Bu duo dengizni ikkiga yorgan Musa alayhisalomning duosi. Va bu duolarni aytganlardan keyin Alloh u kishiga soliha ayol, uy hamda 10 yilga ish beradi. Bu duo Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Robbim, sendan keladigan har qanaqa yaxshilikka men muhtojman. Duoni yodlab oling. Hayotingiz uchun kerakli bo'ladigan duolarni bizni sahifamizdan topasiz inshaalloh. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.